2026 год, 20 мая, у ребенка лейкомаляция диффузная. Сегодня первый раз приехали, и первый раз ребенка мы видим, но лечение это второе, потому что первый раз приехал отец, сказали, что лежит реанимация и состояние очень тяжелое, они получили нас виртуальной консультации, забрали наши препараты и начали лечиться. Сейчас узнаем, какие были у них изменения. Сейчас зонда уже нету, вышла с реанимации, состояние лучше, но у ребенка развивается гидроцефалия по типу башенной головы. Сейчас будем измерять. А я сначала не чекаем. Demek 2000 nima bashini nima degan o'zbekchasiga? Baland, uzunchoq miya nimasi 25,5 ekan. 25,5 qulog'idan qulog'igacha. Miyasini nima ekan? Tak. 36. Yo'q, 36 emas, mana ko'ringchi. Qarang, 3 kunda shuncha katta bo'lgan. Necha? Kechadan oldin-ku 36 chiqildi. Qaytishimizdan oldin. Два дня назад, говорит, было 37. За 2 дня, говорит, полтора сантиметра увеличилось. Сейчас вы сами будете измерять. Demek hozir o'zingizlarni o'zgarib ko'ramiz dedik. Bemorimiz ikkinchi kelishi, o'zi bemor birinchi kelishi. Dadasi kelib bizdan konsultatsiya olib ketdi. Nima bo'ldi o'zingiz ayting? Qachon keldingiz? Ovozi chiqsa bo'ldi. Keldim men bir oy keldim, rosa bir oy oldin keldim. Nima bo'ldi keyin? Nima deb keldi? Olib kelishga imkonim yo'q edi. Biz qayerda Uzorovda? Termizda. Surxondaryo Termizda. Keyin kelib sizdan hozirgi shu holatini shikoyatlar yozdirib, sizni lecheni olib ketdim. Hozir o'zgarish bor. Bir oy ichida o'zgarish. Endi bor. hozir mana kelin yig'ladi, odam bo'lmaydi, qayerga borsang olib boraver dedi. Nima deysiz sizga aytib yig'ladingiz, endi yig'laganingizni aytmaymiz ham. Ochig'ini ayting. Bir doktorlar bu yoq xudodan shu diakart aspartamni ichsin dedi. Yana bir doktor Dorilar nomini aytmang. qolgan doktorlar bittasi ham bunga shunt qo'yib bo'lmaydi, vesi ko'tarmaydi dedi. Keyin yana bir doktorga bordik. U doktor aytdi, qayerga olib borsang olib boraver, bolang ko'tarmaydi ham, shuntni ham, boshqa narsani ham. Odam bo'lmaydi xullas dedi. Umidga o'tirma bolam. Endi hozir sizlardan oldin bitta bemorni ko'rsatdik. Xuddi shunaqa, to'g'rimi? Nima bo'lyapti? Mana ko'rdinglar, o'zlari yig'lagim kelib ketyapti. Chiqib nima qildi? O'zlari gapiryapti. Bir yil ichida bolam yuryapti, gapiryapti. Endi sizlarni leykomalatsiya ekan, mana bugun tekshiruvdan o'tishdi. Leykomalatsiya menga berchi? Mana leykomalatsiya degani miyani oq moddasini emirilishi. Mana leykomalatsiya. Здесь вот когда они заходили здесь, еще один больной был точно с таким диагнозом, уже ходит, разговаривает, и они как сами изнутри дали нам интервью. Demek ki o'zlaridan chiqib o'zlari nima berishdi. Здесь тоже лейкомаляция. O'zbekcha o'zbekchani hammasini 70% yemirilgan bolang miyasi dedi. 70% emas. 90-95%. Odam bo'lmaydi. U endi 1 oy 2 oy oldin edi, raddomda vaqt tushirganmiz. Lekin mana demak 1 oy ichida zonddan chiqib ketdinglar. Boshi o'syapti, lekin yaxshi tomonga nima o'zgarishlar bor? Endi ko'zimiz orqaga ketmaydi. Uxlagan vaqt mana shunday bo'ladi. Lekin uyg'oq vaqtda ko'z orqaga ketmaydi. Har qalay men lecheniyadan keyin o'zgarish bo'ldi. Doktorlar lecheniyasi borma, qilma deb so'kmadimi sizlar? Yo'q. Qolaver dedim. Kelgandan keyin biz boshqa doktorga bormadik. Qarang, sizni telefonda ko'rdim. O'zimiz Surxondaryoda ko'p doktorlar o'zidan olib qochdi, to'g'risida. Endi bu kasallikchi yaxshi davolamasangiz bemorlar alamzod bo'lib qolgan. Eshikni oldidan o'tib ketayotib, eshikni oldida yo'talib qolsa, eshikdan tortib qo'yadi. Bunaqa og'ir kasalni o'lib qolsa, doktorga nima qilar deb shunday hamma o'zidan olib qochdi-da, xullas. Bu yoq xudodan shular ichiring o'zingizga ishonch hosil qilgan doktor davolash kerak edi. Endi biz davolab yurgan, qilib yurgan ishimiz uchun mana ko'ryapsizlar, bir kuniga 5 ta 6 ta keladi, 10 kunda 50-60 ta, 1 yilda 5000-6000 tagacha kelyapti gidrotsefaliya. Asosan chet elliklar. Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston mana oldik, zo'r gaplashib oldik.
nima deydi, Tojikiston, Rossiya fuqarolari ko'p judayam. Boshqa chet elliklar, Yevropadan ham mana Mazrixonni bemorlari bor. O'tgan yil Amerikadan undan oldingi yil 52 ta 54 ta keluvdi. O'tgan yil kelmadi. 25 ta kelmadimi deyman? 25 ta kelmadi. Xo'p, xullas shunaqa. Endi mana lekamolyatsiya mana ko'ryapsizlar. Mana operatsiya to'g'risida gaplashdik. Shu nixachili operatsiya. Nima o'shaganda? Nari bola yaxshiroq ushlaydi. Qarang mana. Bu yerda haqiqatda shunt qo'ygani qo'qadi, chunki miya yemirilib. Bu yerda lahtay bo'lib qolgan mana. Tushundingiz? Endi miyani aytyapman, 70 emas, 80-90%. Chunki bular o'sha yemirilib tugab bo'lgan to'qimalar. Qanaqa qilib vastanavit? Endi meni lecheniyamdan keyin shu vastanavit bo'lganki, zontdan chiqdinglar. Qo'l oyog'i isib qoldi. Harakati yaxshi. Ovozi paydo bo'lib qoldi. To'g'rimi? Isitmasi ko'tarilmay qoldi. Yo'q, isitma qilgan. Uyda qilamidi? Yo'q, bansada qilgan. Bansada qilar edi. Pankreat ichdinglarmi? Ichyapti. Ichdik bir oy. Ichdik bir oy. Men pankreatda unaqa nima deydi? Bo'rttirib gapirmayapman ekan. Yo'q, haqiqat. Haqiqat. Qarang, o'zim bansada men shunchalik stressga tushdim, sutim ham kelmay qoldi, uxlolmay qoldim. Bunga ezib beraman-da, qolganini o'zim ichaman. Nima foyda bo'ldi? Uyqum yaxshi bo'lib qoldi, uxlaydigan bo'lib qoldim. To'g'risida. Hech uxlolmas edim-da. Shuni ichgan ta'sir qildimi bilmayman, uyqum ancha yaxshi bo'lib qoldi o'zimga. Endi mana men ham cholavalik bo'lib Coviddan chiqqandim, o'zim ham ko'p ichaman. Hozir endi ancha-muncha nima deydi, qo'ni-qo'shnilarim ham doktor cholavalik bo'lib chiquvdingiz, biz ko'ryapmiz. Dimidorlar ikkitalab olar edim, men bansada uxlolmaganman. Keyin 100% tabiiy ko'rdingizmi? Ko'katdan qilingan. Kimikati yo'q. Sezdingizmi? Alloh shifosini bersin. Xudo xolasa yaxshilaymiz. Endi bu yerda mana pnevmoniyasi ham bor, bilasizmi? O'pkasida pnevmoniya chiqqan. Balg'am bor mana shu yerda. Mana nimasi ham nima deydi? Qorin bo'shliqlarida ham pnevmatoz kuzatilyapti. Bu yerda mana boshqa yana muammolari bor. Oyoq qo'llarida silkinib beradi shekilli. Shunaqami? Kuchanlar. Bular hammasini davolaymiz. Kelishdik? Значит, я хочу сказать, они первый раз пришли, заочно лечились. Вот пришел отец, это очень прекрасное изменение. Все сказали, умрет, но вот вылечилось, ну, частично. Сейчас приехал ребенок первый раз к нам. Эффект, конечно, очень хороший. Аллах шифасын берсин, дай Бог вам здоровья.